Qandaqroq turibla ata. Yo'tilib qaptilig'u. Elime Allah şükür. Men zukkan bo'p qolgan o'xshayman qizim. Allah shifolik bersin. Akşam silini balkonda xeyli vaqtgacha gapga tutgan edim. Shu sababli bo'lsa kerak. Undaq deman qizim. Bizga faqat Allah taqdir qilgan ishlarni yetadi. Qani mangayli, kechikib qolmayli yana. Mushu hallari bilan qazixonaga boraydimdala. Keslim unch ig'ir emas qizim. Allah xolis yaxshi bo'lib qolaman. Aram ağam bo'lsa bo'ladi. Bir taraf qiladigan masalalarni atiga kechiktirsilmi bo'ladi-ku. Kechikib yurgizilgan adolat bayni oldirab yurgizilgan zulmga o'xshaydi. Tonimni kiygizib qo'ying qizim. Barman desizlar mayli, biroq salomatliklarini asirsilar. İmkon qadar issiqlik dorilarni ko'proq yeysizlar. Allah xolisa shunday qilaman. Xayrli sahar Qamar. Bugun ahvoling qandayroq turdi? Men bugun ozroq charchab qoptiman. Yangi mehmonni obdan kutib olgansan, a? Bunda qilsang to'g'ri bo'lmaydi. Biz mandoq emisa. Bugun o'zlarini charchitib Ma'qul qizim. Issiqlik dorilarini ichishni unutmasizlar. Shunda qilay. Tonlarini silib bo'lmasa sovuq o'tib qoladi, ata. Shunda qilaman qizim. Allah tezroq shifolik bergay. Allah shifolik bergay. Deginingiz kelsin qizim. Hammalarning gap so'zlarini angladim. Masliga to'kim chiqariladi. Hammalarga teşekkür. Allah amellaringlarni qabul qilib, ajr savob ato qilg'ay. Amchi o'zlariga obdan aram elishni topiladi, hazratim. Marhamat, qozi qalan hazratlari. Aramlarni buzg'ilik haginimiz yo'q. Sizlarni ko'rib ko'nglimiz tinsin deb kelib edik. Allah sizlarga shifolik bersin, hazratim. Tallari salomat bo'lsin. Qani marhamat janoblar, rahmat sizlarga. Men qog'dak ish bo'lsa sizlarga hamroh bo'lay, hazratim. Yo'q, kerak yo'q. Uying qaytsang bo'ladi, zarzur. Allohga shukr, hali yaxshi bo'lib qoldim. Men bu ahvolda sizlarni hargiz tashlab ketamayman. Gapimni angla, zarzur. Agar kerak bo'lib qolsang, yeningga odam avatiman. Qandaq vaqt chaqirsizlar, men tayyor, hazratim. Dorilarini ichib, o'rinlarida obdan aram ilavasizlar. Allah xolisi shunday qilay. Bu yepinchilar bek ko'p bo'lib ketdi, Salma. Isib ketyapman. Badallaridan sovuqning yo'qolishi uchun issiq turishlari kerak, ata. Rahmat sizga, suyimli qizim. Endi berib uxlang. Bu kecha uxlamay, hallaridan obdan xabar olay. Gapimni yermisala, ata. Mendan ansirman qizim. Ishimni Allohga topshirdim. Allah xolisa saqib ketila. Piravinning ayolining qissasini so'zlab bersam qandoq? Qissa so'zlayman deb charchab qilishlaridan andish qilyaptiman. Undaq bo'lmaydi, qizim. U yaxshi ayolning ish izlarini so'zlasam, o'zim yaxshi bo'lib qolgandek his qilaman. Sizlar u qissani bek yaxshi ko'rila, ata. So'zlab qayerga kelgan edik? Musa alayhissalom Madyan diyoridan Firavun bilan ko'rishish va uni yakka yegona Allohga ibodat qilishga da'vat qilish uchun Misrga qaytib kelgan edi. Ufqon Musa Allohning yordami bilan Madyan diyoridan salomat qaytib kelib, Firavunning o'rtasiga uning bilan ko'rishga beribdi, opa. Bu ishonchli xabar. Nemishqa shunday qilgandi? U avval onasining yiniga kelmay, Firavunning yiniga beribdi. Harun manga o'zining Musa bilan birga o'rdaga Firavun va uning qavmini Allohning diniga da'vat qilib bordiganligini aytdi. U Parvardigorning amrini kechiktirsa bo'lmaydi-da. Deganlari to'g'ri adotisi. Allohning diniga da'vat qiladigan damla. Allah uni payg'ambar qilgan bo'lsa,
Undaqda men payg'ambarning onasi bo'ptimanda. Siz Musa va Harundan iborat ikki payg'ambarning onasi bo'ldingiz. Bu qandoq gap? Musa Rabbidan aksi Harunni davatiga hamkorlashish va o'zini qo'llash uchun uni payg'ambar qilib berishni talab qildi. Alloh uning duosini ijobat qilibdimi? Ijobat qilibdi. Buni qandoq bildingiz qizim? Allah Musaga bevos so'z qilibdi. Uzun yillik sabr toqatimning natijasida Alloh menga katta baxt ato qilibdi. Shunda qilib men Allohning payg'ambarlaridan ikki payg'ambarning onasi bo'ptiman. Ilah podshoh uni shuncha uzun saqlasa bo'lamdi? Bilmadim oliydir. Musa bilan vadlashga vaqti yetib kelmadi. Bu bir shumliqning alomati. O va'dalashgan vaqtdan burun kelish kerak edi. O tezroq kelib, o'zining ojiz va bechorligini bo'yniga olgan bo'lsa, uni afu qilishim yoki jazoni yengiltishim mumkin-edi. O dal vaqtida keldi. O bizni boshida saqlab turyotdi. Ondaqda o nima uchun xonamga kirmaydi? Xonish oyim uni kutib olg'ili oldiga chiqibdi. O Musani o'z o'g'lida ko'rib yetibdi-da. Biroq Osiyaning bunda qilganining hech qanday foydasi yo'q. Musa cho'qim kechirimga erishgidek dalil isbot va o'zini sabab ko'rsatish kerak. Bugun Fir'avnning xonasi ajoyib bir ish yuz berdi. Musa o asini yerga shundoq bir tashlab edi. O shu hamon yilonga o'zgardi. Bu gaplaring rostmi? Albatta rost. U yilonni o'z ko'zim bilan ko'rdim. Hammasi yilonda qo'rqib ketavdi. U asga o'zgarib qoldi. O'rdadan chiqib, kangri jahonga taralgan nima nur u? Musa qo'yniga qo'lini silib, ondan chiqardi. Shu hamon qo'lidan bizni hayron qoldiradigan nur tarqaldi. Men u nurni ko'rib qilcha hayronlik his qilmadim. Musaga qarasam, u biz ilgari beqib cho'ng qilgan buvoq balaga hech o'xshamayotdi. U o'zgacha odam bo'pti. Men ilgari uning bu holatini asla ko'rib boqmabdi ekanman. Ana, bugun siz tepishmoq aytyotamsiz nima? Bugun o'rdada bo'lgan bu ishni qandoq tushunsak bo'la? Musa Fir'avn aliylarga o'zining Rabbi tarafidan payg'ambar qilib avatilganligini aytdi. Musa hargiz yolg'on gap qilmaydi. Uning bu gapi rostilla to'g'ri. Alilari Musaga qarshi turishda ko'p zehn va zo'r tirishchanlik ko'rsatishga to'g'ri keladi. Uning ustiga biz yilonga o'zgartmoqchi bo'lgan tana va hosillarning bahosi to'liq qimmatga. O'ylaganlaringni aniq et. Nima demoqchisan? Biz Musani yengimiz deydi ekanmiz. Undaqda bu ishda biz ko'p haq olmasak bo'lmaydi. Uni yangidiganlar ishing bo'lsa, talab qilgan haqqingni beraman. Ata choshgoh vaqtida yig'ilimiz. Farman bardarman. Bu haqiqatan cho'ng ofat bo'ldi. U xaloyiqlar oldida bizni mat qildi. Endi kishilar biz to'g'riliq nimalarni deyishsa? Qalayimqan bildirganlarning tilini kesaklab bo'lmadimi? Seningcha hamma odamning tilini kesib bo'lish mumkinmi? Biz tunji bo'lib Fir'avnga cho'qinishdan yuz o'rib, Musaga iymon keltirgan bu ozg'in sehrgarlarni jazolashimiz kerak. Ularga ko'pchilik oldida jazo bermoqchi edim. Yana kelib, ularni kishilarning ko'z oldidilar. Xorma daraxtlariga esib, putqo'llarini kesib tashlagan bo'ladi. Alilari Musaga iymon etganligini jakarlaganlar faqat sehrgarlar emas. Nima demoqchisan? Ba'zilar xonishnimi Musaning Rabbiga iymon keltiribdi deyishyapti. Sen yolg'on gap qilyapsan. Bu aslo mumkin emas. Men faqat o'zlariga anglaganlarimni aytyapman. Agar bu xabar yolg'on bo'lib qolsa, to'liq xush bo'lgan bo'lardim. Shundaq, Musa va Harunlarning Rabbiga iymon keltirdim. Qandoqsiga mendan boshqa ilohga ishinib yurgansan? Voy bechora. Sen texchi o'zingni iloh deb yuribsan-da.
Nemishqa o'zingni shuncha aldaydigansan? Tilingni yig' Osiya. Unda qilishingga yo'l qo'ymayman. Takabburlik va hakovurlik, gumron qilishdan ilgari o'zingni bilib olsang bo'ladi, Pravin. Kishilar amaliyotni ko'rib, ilohiy mo'jiza bilan hiyl-mikrning nimaligini obdan bilishdi. Menga bundoq gap qilishga qandoqmi jur'at qilgansan? Darhol xatoligini tunib, amrimga itoat qil. Bu mumkin bo'lmasmikin oliylari. Allohga itoat qilgan ishga muzammimiz haq yo'lda menishimiz kerak. O'zingcha nima qilsam ixtiyorim deb o'ylab qolgan o'xshamamsan. Men seni qattiq qamchilab, o'shingni topqizmaydigan bo'lsam. Bu eng oxirgi qitimliq fursat, Osiya. Tez xatoligini tunib, menga itoat qil. Allah menga hidoyat ato qildi. Mening zulm va azg'unlikqa hargiz qaytqim yo'q. Bo'linglar, eng cho'ng toshdan birini ip kelinglar. Opamni kechirvasizlar, ota. Og'zini yum. Bo'lmasa senimi qo'shib jazolayman. O'tinib qalay, ota. Mening yuzimni qilib bo'lsa, opamni kechirvasizlar. Sen texi uningga yon besavatamsan. Navada o seni yaxshi ko'rgan bo'lsa, bizning ko'pchilik oldida rasvo bo'lishimizga yo'l qo'ymagan bo'ladi. Opa, ko'z oldinlarda yerga bosh qo'yay. Biz bilan o'rdaga qaytsizlar. Bu o'rda mening uyim emas, qizim. Qandaqsiga ana? Bir mo'min ayolning zalim bir kafirning e'tiqodiga bo'ysunishi qat'iy to'g'ri bo'lmaydi, qizim. Undaqda qayerda turdilar, xonish ona? Ey Rabbim, menga huzuringdan jannat ato qilgin. Meni Piravin va zulm sistemlardan xalos qilgin. Zolim qavmdan qutuldirgin. Amin. Nimaga qarab turishsan? Tez uni tashqi bostirishmamsan. Musa va Harunlarning Rabbiga iymon keltirdim. Allah'ın payg'ambari qaror chiqarganga qadar sabr taqat qilishimiz kerak. Biz to'limi amalsiz kishilar Amos. Bir avanga qarshi turg'idek kuchimizmi bu Musa? Bu gapni qilishdan nomus qilmamla. Xonish Osiyami bir ayol turib, zolimning azob oqibatlariga chidab kelyotdi. U bir qancha kundan beri pishg'irim issiqda qattiq qiynaldi. Sizlar bir ayolchilikmi bo'lamamla? Bir avanga chuqinishda voz kechmaganlar uning bilan birga qilib qolsin. Biz bunda qiynalib turguncha Musa nemishqa Rabbiga duo qilib, Piravin va uning qo'shinlaridan qutulishimizni tilamaydigandu. Halinglarga voy. Ortada saltanat va hashamat ichida yashab kelgan bir ayol sizlarning hurliginglar uchun azob chekayotgan turug'liq, sizlar buning uchun ozroq tirishchilik ko'rsatishga jur'at qilolmayapsizlar. Men yashinib qolgan odam. Qo'limdan hech qanday ish kelmaydi. Mening salomatligim ancha yaxshi emas. Shu qaysar ayolmi bechora holatga tushib qopti-da. Kim bilsin, Osiya xonishdagi eng baxtli ayol bo'lishi mumkin. Osiya, dün qirindishim. Ko'zlarini ochsila. Sizlarga suv olib keldim. Azroq ish olsalar, balkim yaxshi bo'lib qolalar. Qiziq ish. Faqatla ussidim. Bu ig'ir toshni elib o'taligan bo'lsaqchi. Haylimi Allohga shukr. Musa, sizlarning o'g'illarimi yo'qabit. Shundaq deyman. U har ikkilimizning bolasi. Xonish oyim. Dunyoda Musa va Harunlarning Rabbidinmi saltanatlik birasi bo'lmasi kerak. Biz faqat Allohning rahmat inoyatini umid qilayotgan qul dedeklarimiz xolos. Allah shundoq qilishni nasib qilg'ay. Qani keling qizim, toshni elib o'tishga urinib boqaylik. Hojat yo'q. Men hozirla uyimga borman. Hozirla borman. Qaysi uyni da'vatdilar? Uy Aviyada. Men uni aniq ko'ryapman. Men bu go'zal joyga munosib kelamanmi? Shahodat aytmayki, Allohdan boshqa hech bir iloh yo'q. Musa Allohning barhaq payg'ambari. O can üzüptü opa. Jannatdagi uylarga muborak bo'lsin. Xonish oyim Osiya.
بسم الله الرحمن الرحيم. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. صدق الله العظيم. Asiyaning jannatga uyni ko'rganligi rasmi ata. Shundoq qizim. Hadisda shundoq bayon qilingan. Piravin uni o'zining ayoli, qizining onasi to'riqli qandaqmi o'lib ketguncha azoblagandi. Har qandaq zolim nöt kelganda o'zining saltanati va shohlik taxtidan boshqa hech qandaq bir narsani nazarga olmaydigan yovuz tabiatini oshkorlamay qolmaydi qizim. Ular nima degan hamoqat odamlar, ha? Podshohlik faqat Allohga xos tursa. Quloq selang qizim. Mo'min kishi haqiqiy podshohlik Allohga xos. İnsanning haqiqiy uyi bo'lsa, oxiratda mangu yashaydigan jannatdan iborat deb e'tiqod qiladi. Endi aram asla, ata salomatliklari yaxshi bo'lsa, yana so'zlab berala. Ata, ma'qulmi? Shundoq bo'lsin amisi. Allohga omonat qizim. الله أوصى بالمؤمنات الصالحات الصابرات الذاكرات الشاكرات هن النساء عطر الحياة هن اللواتي غرسن فينا خلقا ودينا خير الصفات أخواتكم وبناتكم زوجاتكم والأمهات قرآننا يروي لنا قصص النساء والمعجزات أخواتكم وبناتكم زوجاتكم والأمهات قرآننا يروي لنا قصص النساء والمعجزات من الصفاجر تجري إلى الماء وامرأة فرعون تدعو مع الأسرى من الصفاجر تجري إلى